ko'pchilik obunachilarimizdan talaba istagiga binoan dron kalaskalarimizdan ham mexanizm orqali, 3 ta mexanizm orqali bir-biriga ulab, egzilarniki qilib ishlatib ko'rsatib beryapmiz. Bu dron kalaskamiz 1 yoshdan 4 yoshgacha ishlatsanglar bo'ladi. 22 kilogacha bemalol ko'taradi. Materiallari eko koja bo'ladi. Nimaga 22 kilogacha deyapman? Ramalar ikkitali, juda ham cho'r va juda ham baquvvat. Ko'p dron kalaskalarga e'tibor bersanglar, bunaqa joyi oddiy lattali bo'ladi. Buniki luft bo'lmasligi uchun stoykali, juda ham baquvvat ishlangan. Koziroglar yana oxirgacha tushadi va bu dron kalaskamizni 360 gradusga aylantirib, farzandinglarni bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi va bunaqa ko'rinishga ham keladi. Mana bu holat dron kalaskamdan yotqazilgan holati. Farzandinglar uxlab qolsa, bemalol dron kalaskaga yotqazib ishlatib ketsanglar bo'ladi. Ichlari juda ham keng. Yotqazib ishlatganinglarda yuziga shamol, quyosh tushmasligi uchun o'zini sonsiz ashitalargacha bor. Ichlari keng, bolani telatmasligi uchun o'rta qismlari sechli qilingan. Endi farzandinglar uyg'onib ketdi. Bir vaqtda o'zida ikkita knopkasini bosib, dron kalaskamizni ko'rib turganinglardek o'tiradigan, ya'ni sidiyashi положенияsiga keltirib olsa bo'ladi. Juda ham komfort, juda ham qulay. Ikkita qo'ldan bemalol boshqarib, bitta qo'lda ham boshqarib ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqa sifatli dron kalaskani xarid qilinglar. Uylarga olib borib, dastlabki uстановkalarimizdan bepul faqat viloyatga через pochta yoki yuk mashinalaridan chiqarib beramiz.